Hey miya, Nima deysan? ichimda qandaydir g'alati narsa borga o'xshaydi. Bu to'g'ri. Hozir to'xta. Himoyachilarimizni chaqiraman. Aha. Yaxshi. Xo'p, menda yangilik bor. Biz uni himoya qilishimiz kerak. Chunki bu chaqaloq. O, chaqaloq, yoqimtoyligini qara. Menga juda ham ko'p gormonlar kelyapti. Buterbrandlikni yurgizishga erinyapman to'g'risi. O'zimni g'alati his qilyapman. Bu ovqatlar chiqib ketib turibdi-da. Vahima qilmanglar. Ushlab turmasdan chiqarib yuboringlar. Yana hammasi o'z-o'ziga tushadi. Ikkinchi trimestr. Voy, oshna, sal sursang-chi, bizga ozgina joy kerak. Nafas olish qiyin bo'lib ketdi-yu. Mana ba'z bolalar chaqaloq. Bu chaqaloq juda ko'p narsa so'rayapti. Men qon hajmini va qizil qon hujayralari sonini oshiraman. Ey miya, bizga temir kerak, judayam. Yo'q, bera olmayman. Temir yo'q. Chaqalog'imiz hammasini yeb bitirdi. Yo xudo, bu hamma qonni haydab berishni o'zi bo'ladimi? Voy, geniyalarni qismaslikni iloji bormi? Bo'lmasa hammamiz muammoni tagida qolamiz. Qornim ochdi bolalar. Menga go'sht. Onamga esa suyangan. Mayza. Ups, ushlab qola olmadim. Bunaqa qilinchda tutishni imkoni bo'lmayapti. Uchinchi trimestr. Voy, bu yerda yashash mumkin emas. Men ochman. Lekin to'g'ri his qilyapman. Ey, xayringni bergurlar, tomirimni ezma. Boshim aylanyapti, nima balo. Ortiq chidolmayman, o'lib qolaman hozir. Qo'shnilar, bo'lmasmi bo'ldi? Pastga tushayotganga o'xshayapti. Xo'sh do'stlarim, meni vaqtim keldi. E'tibor uchun katta rahmat. Endi men borib onamni tashqarida joniga tegaman. Ko'rishguncha. Nihoyat. Keng joy bo'lishi yaxshi-da, baribir. Bexijolat ushlab turish ham, tinimsiz ishlashni ham keragi yo'q. Qanday go'zal-a? Hey miya, oldingi safar ichimda g'alati narsa bo'lgan esingdami? Ha, nimaga edi? Yana bittasi paydo bo'ldi. No!